Yuqorqilik so'zimizdan davomi Amerika armiyasining rahbarlik qatlamidan aytganda Prezident Trump hukumatining Afg'onistonda jungo bilan hamkorlashni xohlaydiganligini ko'rsatdi. Mushak bir jumla qo'shayli Prezident Trump Hindistonga fikr qilib, Afg'onistonda qayta qurishga Hindistonni taklif qildi. Xitoyni taklif qilgani yo'q. Xitoy o'zini o'zi padazlayapti. O'ziga o'zi anglik qo'yayotdi. O'ziga ufos surtayotdi. Lavlariga lav so'roq surtayotdi. Demak, bu Xitoyning o'zini o'zi padazlashi. İkinci ayının 6. gün Devlet Müdafaa Ministerliği Asya İşleri ve Asya Tinch Okean İşleri boyunca yardımcı Devlet Müdafaa Ministeri bulup tayinlengen Randall Schreiber, Kengaş Palatasının guahlık veriş yığınında Jungo Afganistan'ın kuruluşunda hemkarlaşkışı şerik bulalamdı yok dep koyulgan sualga cevap bergende Jungo zoravalla karıştırıştın altın kısıpıda Amerika bilen hemkarlaşkışı şerik bulalaydı. Bir yerde Amerika hazır yarışar bu için zoravalla karıştırıvatkan eken her kandak devlet Amerika'ya şerik bulalaydı. Bir yerde alay devletten alaydı şerikliği meselesi mevcut emez. Her kandak şerik bulalaydı. Randy Schreiber Jungo'nu yaxşı bildiğin ameldardı. Şunda Xitay efendim, Doğu efendim. Randy Schreiber bu adam, bu Amerika Qo'shma Shtatlarının bu ameldarı bu qatam Devlet Müdafiası ameldar buluptu. Bu kişi Uygurlarını yaxşı bildiğin ameldardı. O mundaq hesaplaydı. Ötkende Amerika Jungo iki devletinin zoravalla qarıştırış sahasındaki hemkarlığı çektik boldu. Çünkü her iki tarafdan zoravalla doğrusu eniklemesi farklı boldu. Ve muamele kılış usulü de farklı boldu. Jungo devletçisi de zoravallardan ensireydi. Başka devletçiye zoravallarının Jungo'nun iki kısmına sınıp görüşüden tekeme ensireydi. Ciddi yerden biri şerkisi ve koşumça Amerika'nın Afganistan Turistlik Armiyasının kumandanı John Nicholson müşahaptı ta'kidlab bunda ko'rsatdi. Zoravallarga herkes panahlanadigan joy qoldirmaymiz. Afganistan bütün memleket tozalash harakati olib boramiz. Amerika va armiyasi mayori NATO'nun Afganistan Turistlik Armiyasının kumandanı James Hooker mundaq hesapladı. Mundaq hava ucumu elip beriş en mühim Afganistan'da qollaş. Oxşaşda Afganistan etrafındaki qo'shni devletlerinin endişlerini tügütüş. Zoravallarga Afganistan'da put sıkkıdak yer koymaslık. Amerika'da NBC televizyon haberleriga strategichi Hooker efendi muhbirning ziyoratini qabul qilganda bundaq ko'rsatdi. Amerika havo armiyasi havo hujumi orqali zo'ravonlarning yo'shirilish joyini bombardimon qilish, ularning Jungo va Tojikiston chegaralariga yaqin bir joyda zo'ravonlik hujum elib berishini cheklash uchundir. Zo'ravonlar Tojikiston va yaqin bir joyda zo'ravonlik elib berishini cheklash uchundir dedi. Matbuotlar xabar qilib, mundaq ko'rsatdi. Afg'onistonda mamlakatlik zo'ravonlik qarshi harakatiga yordam berish uchun ISISlar Iroq va Suriyada mag'lub bo'lib chekingandan keyin Amerika armiyasi markaziy qo'mondonlik shtabi Afg'onistonni bundan keyin muhim hujum qiladigan rayon deb bekitdi. Hozir dal texmi ko'p kurashchi aeroplanlar ve axborot uchur razvet aeroplanları Afg'oniston urush maydoniga yetib keldi. Hooker 2 ayning 7 gün Tulpin yig'inida Iroq va Suriyada g'alaba qilgan Amerika armiyasi qo'mondonlik shtabi Afg'onistonni bundan keyingi hujum qilish nishoni qilib bekitdi. Bu Amerika armiyasi xizmatining eg'irlik nuqtasining Iroqdan Afg'onistonga yetkazganligidan darak. Hooker mundaq ko'rsatdi. NATO'nun nishoni Afg'oniston havo armiyasiga yordam qilib, urush aeroplanlarining sonini 3 hassa oshirib, Talibanga hujum qilishdi.
Tahlilçiler mundaq hesapladı. Prezident Trump hükümet ve armiya taraf dokladlarda Cungo bilen Rusiyanın tehdidini köptürüp etdi. Cungo ve Rusya bilen bolgan çoğun devletler ilişki ciddi köngül bildiğin mesele katarı koydu. Prezident Trump hükümetinin bunda kılış maksidi muhimi devlet meclisinden pul talep kılıp devlet işçideki katı kollarının taleplerini kandırıştan ibaret. Hazır Xitay'ın Prezident Trump'ın Cungo doğrusu belgilegen siyasetleri fakat devlet meclisinden pul talep kılış, pul eliş değil. Ondaqda pul elip, pul talep kılıp nemege işiltidi Prezident Trump? Hazır sizin gepiniz bu pulni apırıp armiyaga, devlet müdafiasini küçeytiş işiltidi ekan. Onun akıbeti qanday qoldi? Xanzo yazgıcı, haber yazgıcı adam. Acaba aldığını tahlil kılıp onu kayinni tahlil qilmabsiz ha? Ameliyatı Amerika zo'ravonlar qarshi sahasida davomli Cungo ve Rusya bilan hamkorlashmoqda. Agar sobiq prezident Obama davrida Amerika Cungo bilan hamkorlashib, Afg'onistonni qayta qurishni tezlatgan bo'lsa, undaqda prezident Trump hukumati Cungo bilan hamkorlashib, Afg'onistonda zo'ravonlar qarshi turishga texib ahamiyat berdi. Hozirgacha Cungo Afg'onistonga kirib, harbiy kuch yoki askariy kuch chiqarib, Talibanlar qarshi tura olmadi. Neymiş? Bunun sebebini Cungo yüzü biladi. Mesela kim taklif qilgan bo'lsin, Cungo hozirgacha Afg'onistonga kirolmadi. Askariy kuch bilan kirolmadi. Ondan başka Prezident Trump hükümeti Orta Asya ve Afganistan stratejisini e'lon qilganda faqat Hindistonning rolini kuchab ta'kidlagan edi. Shundaq. Biz o'tgan kelishimizning oxirida Prezident Trump bilan Hindistonning vaziri Modining telefonda nima deb so'zlashganligini vatandoshlarga isyon qildik. Jungoning yoshirin kuchiga sal qargan Hindistonni kuchab ta'kidlagan Jungoning yoshirin kuchiga sal qargan. Bugun Amerika armiyasi sado qaytirib, amaliyoti masalalarini amaliy o'ylashdi. Demak, bugun Amerika armiyasi Sharqiy Turkiston islom harakatini paçakladı, cevap qaytırıp amaliy masalalarni amaliylashtirdi. Bu nokta Jungoning o'tir sharqdagi roliga mos keladi. Jungo hozirgacha o'tir sharqda nima rol o'ynayapti? Bizning faqat xabarimiz yo'q. Dobi apandi buningda faqat xabarimiz yo'q. Hem de Jungo, Amerika, Afganistan şu tarafning ko'p yillardan beriki hamkorligining asosidir. Xo'sh. Şundaq deyil. Dobi apandining gapilar shundaq deyil.